Bemorlarda asosan eshitishda pasayishi, quloqlarda shovqin, ayrim hollarda gandiraklash va bosh aylanishi kuzatiladi. Koxlear nevritda dastlab turli tembrdagi shovqinlarning paydo bo'lishi, asta-sekin eshitishda pasayishi kuzatilib boradi. O'z vaqtida qilinmagan davo muolajalari eshitishda to'liq yo'qolishiga olib keladi. Bemorlarda turli intensiv shakldagi shovqinlarning paydo bo'lishi va bu asta-sekin shovqinlarning juda ham kuchayib borishi bemorlarni jahldor, asabiy holatga keltirib qo'yadi. Ular doimo asabiy holatda, ishtaha va uyqu siklining buzilishiga, tezda charchab, holsiz holatga keladigan bo'lib qoladi. Albatta, sezib turganingizdek, bugun koxlear nevrit, ya'ni eshituv nervlari nevriti haqida gaplashamiz. Sizlar bilan bugun lor shifokori Umidjon Nishonov. Quloqning yiringsiz kasalliklariga asosan ichki quloqning yiringsiz kasalliklari tashkil etadi. Neyrosensor karlikka olib keluvchi 90% kasalliklar ushbu ichki quloqning yiringsiz kasalliklari sababchi bo'ladi. Koxlear nevrit bu keng tushuncha bo'lib, ichki quloqda neyroepiteal hujayralarni tortib, dahliz chiqaloq nervi va geshli bo'limigacha bo'lgan qismlarni o'z ichiga oladi. Ushbu kasallikda zararlanish o'chog'iga qarab turib 3 qismga qarab o'rganiladi. Birinchisi koxlear, ikkinchisi retrokoxlear, uchinchisi markaziy. Koxlear bu spiral a'zo ichidagi neyroepiteal hujayralardir. Retrokoxlear spiral tugunidan boshlab dahliz chiqaloq nervining zararlanishidir. Markaziy esa o'tkazuvchi yo'llar, postloq osti va postloq va geshli bo'limigacha bo'lgan qismlar zararlanishi tushuniladi. Statistikaga ko'ra, dunyo aholisining 4% dan 6% gacha qism eshituv nervlari nevriti bilan zararlangan. Shulardan ayollarga nisbatan erkaklar juda ko'p zararlanadi. Yosh nisbati 25-40 yosh hisoblanadi. Ulardan 20-30% tug'ma, qolgan qismi hayoti davomida ortilish natijasida kelib chiqqan eshituv nervlari nevritidir. Kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablar: bosh miyada qonlanishi buzilishi, labirintiv gidropsiz, autoimmun kasalliklar, turli yuqumli kasalliklar, shulardan bakterial va virusli kasalliklar, tepki, qizamiq, skarlatina, qizilcha, meningit va hokazo. Dori-darmon va sanoat chiqindilaridan zararlanish, yurak-qon tomir sistemasi kasalliklari, turli xil travmalar, jarohatlar, akustik, barotravma, vibrotravmalar, quloq kasalliklari va qarilik. Bosh miyada qon aylanishida buzilishi natijasidan kelib chiqadigan eshituv nervlari nevritida biz bilamizki, quloqdan vertebral bazalar qismidan qon bilan ta'minlanadi. Ushbu qon tomirlar tromb yoki turli xil stenozlar natijasida ichki quloqda qon aylanishi buziladi va natijada koxlear nevrit kelib chiqadi. Yuqumli kasalliklarda, ayniqsa tumor va tepkida koxlear retseptorlar va dahliz chiqaloq nervi tezda zararlanadi va eshituv nervlari nevriti kelib chiqadi. Ayniqsa tepki natijasida labirintiv gidropsiz bo'ladi. Ichki quloqda endolimfa suyuqligining ortishiga va nerv to'qimalanishiga olib keladi. Bu esa koxlear nevritga keltirib chiqaradi. Intoksikatsion koxlear nevrit. Bunda turli tuman antibiotiklar, sanoat chiqindilari, diuretiklar natijasida bizda koxlear nevrit keltirib chiqaradi. Antibiotiklardan biz bilgan aminoglikositlar, bularga amikotsin, kanamitsin, gentamicin, monomitsin, neomitsin shu gruppadagi antibiotiklarni uzoq vaqt yuqori dozada noto'g'ri qo'llashimiz natijasida yoki bemorlarda ularga nisbatan yuqori sezuvchanlik natijasida koxlear nevrit kelib chiqishi mumkin. Sanoat chiqindilaridan mishak, simoqlar, diuretiklar lazix, tarsit yoki bo'lmasam furatsimid, bular ham koxlear nevrit keltirib chiqarishi mumkin. Yoshga bog'liq eshituv nervlari nevriti, presbakuzis deyiladi. Bu asosan eshituv markazlarida atrofik, distrofik o'zgarishlar hisobiga asta-sekin eshitish faoliyatining pasayishiga kelib chiqadi. Neyrosensor karlikni vaqtga nisbatan turlari tafovut qilinadi. Bulardan tezda rivojlanadigan, bu 12 soatgacha bo'lgan qism, o'tkir, ya'ni 12 soatdan keyin 1 oygacha bo'lgan qism hisoblanadi. Uchinchisi bu surunkali hisoblanadi, ya'ni 1 oy va undan yuqori bo'lgan eshituv nervlari nevriti hisoblanadi. Ushbu kasallikning klinik belgilari bu bemorning, ya'ni eshituv nervlari nevritining darajalariga bog'liq bo'ladi. Umumiy belgilari asosan eshitish pasayishi, quloqlarda turli xil intensivlar shovqinlar va ayrim holatlarda bemorda bosh aylanishi va yurganda gandiraklash kuzatiladi. Koxlear nevritda dastlab turli xil intensivlar shovqinlar paydo bo'ladi. Sekin-asta eshitish pasayayotgani kuzatilib qoladi. Bemorlar koxlear nevriti yengil bosqichlarda tovush kelyapti, lekin angla olmayapman deb shikoyat qilishadi. Darajasi ko'tarilgan sari bemorlarda sekin-sekin shovqinlar ham kuchayib boradi.
Shovqinlarning qancha baland va turli intensivda juda kuchli bo'lishi albatta eshitishga zararli ta'sir qiladi va to'lig'icha bemorlar eshitmayotganligidan shikoyat qilishadi. Koklear nevritni og'ir bosqichlarda, ya'ni 3-4 bosqichlarda bemorlarimiz to'g'ridan turganda lab harakatiga qarab aniqlab olish, eshitishdi. Orqadan yon tomonda eshitmaslikka shikoyat qilishadi bemorlar. Ayniqsa koklear nevritda quloqdagi shovqinlar juda ham kuchli, og'ir bosqichlarda bemorlarga tinchlik bermaydi. Bu bemorlar juda asabiy, ruhan toliqqan hisoblanadi. Bularda ishtaha yo'q va uyqu sikli buzilgan, ozgina harakat qilsa ham charchoq alomatlari kuzatilgan bemorlar hisoblanadi. Ayrim hollarda ichki quloqning qon tomirlarining o'tkir trombozi, zaharlanish, yuqumli kasalliklar, turli xil jarohatlanish, bular natijasida o'tkir nevrit rivojlanadi. O'tkir nevrit bemorlar birdaniga quloqni to'lig'icha eshitmaslik, ya'ni karlikka olib kelishi ham mumkin. Avval o'tkir nevrit bir tomonlama, keyin ikkinchi tomonlama kuzatilish boshlanadi. Vaqtida qilingan tezkor muolajalar bemorlarni sog'lig'ini tiklashga yordam beradi va 50% bemorlar to'lig'icha tuzalib ketadi. Muolajani cho'zish, vaqtida muolaja qilinmaslik bu bemorlarni to'lig'icha karlikka olib keladi. Eshitish qobiliyatining buzilishi audiometrik tekshiruvlarga nisbatan 4 ta darajasi farqlanadi. Birinchi darajasi bu, ya'ni desibellarda hisoblanadi. 26 desibeldan 40 desibelgacha, ikkinchi darajasi 41 dan 55 gacha, uchinchi darajasi 56 dan 70 gacha va to'rtinchi darajasi 71 dan 90 desibelgacha farqlanadi. 90 dan yuqorisi albatta karlik deb qo'yib beramiz tashxisni. Bemorlarga koklear nevrit, ya'ni eshituv nervlari nevritini tashxis qo'yishda avvalo bemorda shikoyati, kasallik tarixi, turli xil instrumental tekshiruvlar, ayniqsa audiometriya, yoshlarda ependosanometriya tekshiruvlari, kompyuter tomografiya asoslanib, umumlashtirib bemorlarga ushbu tashxisni qo'yamiz. Koklear nevritni davolash 3 ta yo'nalishda olib boriladi. Kasallikni keltirib chiqaruvchi sababni tezda bartaraf etish, kasallikni davolashda o'ta tez boshlash va barcha etiyotrop patogenetik usullarni qo'llagan holda davolash ishlarini olib borish. Toksik nevritlarda antidotlarni qo'llash, infeksion, ya'ni bakterial, virusli, koklear nevritlarda protovirusli preparatlar, bakterial preparatlarni qo'llash, qon aylanishida buzilganda mahalliy qon aylanishini yaxshilovchi, mikrosirkulyatsiyani yaxshilovchi preparatlarni qo'llash, bemorlarimizda vitaminoterapiyalar, moddalanishni yaxshilovchi preparatlarni qo'llash va bemorlarimizga quloq sohasiga miotetiblar har xil inyeksiyalarni qo'llash, igloterapiya, fizioterapiya usullari yaxshi naf beradi. O'tkazilgan davolardan so'ng bemorlarimiz bir muncha muddat surdoliq nazoratda turishadi. Kasallik natijasida eshitish faoliyati qaytmas darajasida bo'lgan koklear nevriti bor bemorlar vaqtinchalik yoki doimiy ravishda eshituv apparatlarini taqishga majbur bo'lishadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlarda fikringizni kutamiz. Sizlar bilan bugun lor shifokori Umidjon Nishonov.